Oshxona mebel zakaz qilayotganingizda mana narsalar xatosini qilmaysiz. Qani 15 sm joydan maksimal foydalanib, o'qilib qo'yadigan joy qilib qo'yishibdi. Shu ko'rib turgan uylaringga 340 ga 11 metrlik krashini MDFdan chiroyli qilib oshxona mebel qilib berishibdi. Agar yoqqan bo'lsa bittadan like bosasizlar, oq bilan qora kombinatsiyasi bo'ladi. Nimaga desalar, pardaga, lyustraga moslashgan ekan uyda egalar. Eng arzoni 1 million 800 ming so'mdan boshlanib 5 millionga qarab ketaveradi. Ko'rib turganlaringdek axlat paqir, suv shilka bonus demaymiz. Ishchi stol mutlaqo bepul bo'ladi. Agar o'zini olaman desalar 2 million bo'ladi. Diyorizdan oldim desalar, agar 5 metrdan oshiq oshxona mebel zakaz qilayotgan bo'lsalar, ishchi stoli mutlaqo bepul bo'ladi. Undan tashqari ko'rib turgan har bitta forchkalar akalar 30 sm chuqurlikda bo'ladi, hamda ikkitadan ko'rib turganlaringdek sekretlarigacha bo'ladi. Har bitta qatorida sekret joylari bor. Ya'ni joydan maksimal foydalanishga. Pastda ustidan nomerni qoldiraman, kim uyini mana shunaqa chiroyli rossiyskiy laminatdan yo bo'lmasa krashni MDFdan oshxona mebel qildirmoqchi bo'lsa, pastda nomerlari bor, aloqaga chiqaverasizlar.